Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, aziz vatandoshlar. Ana Xudo xolasa navbatdagi darvozamiz ham o'rnatib bo'ldik. Bu darvozamiz Andijon viloyati Asaka tumaniga olib kelib o'rnatdik. Razmerlari va materiallari qisqacha ma'lumotlar beramiz. Razmerlari eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr bo'ldi. Aylan atroflari o'li shivilir bo'lgan, stoykalar 10 ikkili stenada bo'lgan. Listlarimiz ikkili, 2 qavatda bo'lgan. O'sha afsona fason darvozamiz. Zamoylari shu Zubr Haytdagi zamoydan bo'lgan. O'sha holatni ko'rsatamiz. Darvozamiz. Bu darvozamizni materiallariga kelib o'tib aytamiz. Narx-navolari 1 metr kvadrati 1.350.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Jami summa 19 million so'mga o'rnatib berdik. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Vodiy va Toshkent bo'ylab dastlabki ustunovka ichida Voha tomonlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. WhatsApp va Telegram orqali yozsanglar katalogda tashlab beramiz. Yoqqansizlar narxlarni chiqaraveramiz. Kanaldan yangi bo'lganlar o'ng tomondagi qizil past-pastga tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.